Yosh o'tishi bilan tanada sezilmaydigan, ammo muhim o'zgarishlar boshlanadi. Teri bo'shashadi, soch va tirnoqlar mo'rtashadi. Bo'g'imlar esa tez charchay boshlaydi. Buning asosiy sababi organizmda kollagen ishlab chiqarilishining kamayishidir. Kollagen tananing tayanch oqsili bo'lib, teri, bo'g'im va suyaklar uchun muhim ahamiyatga ega. Vaqt o'tishi bilan bu tabiiy jarayon sekinlashadi va qo'llab-quvvatlash zarur bo'ladi. Kollagen biriktiruvchi to'qimalarni qo'llab-quvvatlash uchun yaratilgan biologik faol qo'shimcha. U haftagi to'qimalarni tiklashga yordam beradi, yallig'lanishni kamaytiradi. Bo'g'imlar mustahkamlanadi, ularning yemirilish jarayoni sekinlashadi. Kollagen suyak to'qimasini shakllantirishda ishtirok etib, mustahkamlikni oshiradi. Bu osteoporoz xavfini kamaytirishga yordam beradi. Paylar va boylamlar elastikligi oshib, jarohatlar xavfi kamayadi. Jismoniy mashqlardan keyin mushaklar tezroq tiklana boshlaydi. Teri elastikligi yaxshilanadi, namlanish ortadi va mayda ajinlar kamayadi. Teri yanada tarang va sog'lom ko'rinishga ega bo'ladi. Soch ildizlari mustahkamlanib, o'sish faollashadi. Tirnoqlar sinmaydi, qatlamlanish kamayadi. Kollagen qon tomirlarini mustahkamlab, mikrosirkulyatsiyani yaxshilaydi. Bu esa to'qimalarning tezroq tiklanishiga yordam beradi. Natijada kundalik harakatlar yengillashadi, hayot sifati oshadi. Kollagen ovqat paytida kuniga 2 mahal bittadan qabul qilinadi. Mahsulot biologik faol qo'shimcha bo'lib, dori vositasi hisoblanmaydi. Qarshi ko'rsatmalar. Mahsulot tarkibiy qismlariga yuqori sezuvchanlik. Homiladorlik va laktatsiya davrida shifokor tavsiyasiga binoan kollagen, teri, bo'g'im va suyaklar salomatligini birgalikda qo'llab-quvvatlaydigan ishonchli tanlov.